Türkiye'de ziyaretde bo'lgan Uyg'urlarning tutuşçuluğunu Xitoy, Türkiye'de o'qigan yoki Türkiye'de ziyaretde bo'lgan Uyg'urlarga qarata yangi bir qatimliq qo'lga olish harakati boshlagan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi nurg'un davlatlarga sayohatni echib deb davron sarayotgan bir paytda ilgari Türkiye'de o'qigan yoki ziyaretde bo'lgan Uyg'urlarni qayta qo'lga olish harakati boshlagan. Atalmış Şinjan Sanat Ömiki Orkestrining a'zosi Uyg'ur moda naqshchisi Nurali Hoji 2010-yillardan boshlab Turkiyaga kelib musiqa kasbida o'qigan bo'lib, bu 3 oy ilgari Urumchida Xitoy soqchilar tomonidan tutib ketilgan. Buning bir do'stining oshkorlashicha, Nurali Hoji qo'lga olingan vaqtda uning ayoli homildor bo'lganiga 9 oy bo'lgan bo'lib, yo'ldoshining tutqun qilingan xabarni anglab qo'yishidan ketgan. Natijada ularning 9 oylik farzandi onasining qo'zg'ida o'lib qolgan. Yaqin oylarda Sharq Turkistonda Turkiya qatorliq joylarda o'qigan Uyg'urlarning qo'lga olish ahvoli ko'paygan. İstanbulga joylashgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birlik hay'atining Malayziyada Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun boshlagan ziyorati davomlashmoqda. Tashkilot raisi Hidoyatullo O'g'uzxon va bosh kotibi Abdurashid Aminojidni tashkil topgan hay'at 31-yo'ldan boshlab oldi bilan Yaponiyada, orqadan Malayziyada ziyoratda bo'lgan. Hay'at 14-avgust Malayziyadagi Yer shari tinchlik elchisi tashkilotining boshqaruvchi a'zolari bilan yig'in ochdi. Ma'lum bo'lishicha, yangi qurilgan Uyg'ur Malayziya munosabatlar tashkiloti Malayziyadagi eng nufuzli tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashi bilan faoliyatlarini davomlashtirmoqda ekan. Xitoy Shanxua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy bilan Tailand 8-oyning o'ttirlaridan 9-oyning boshlarigacha Tailandda terrorlikqa qarshi birlashma harbiy mashq olib bordi ekan. Aytishlariga qaraganda, bu mashqning maqsadi atalmış terrorlikqa qarshi turish hamkorligini kuchaytirib, rayon tinchligi va muqimligiga tuhfa qo'shish ekan. Ma'lum bo'lganidek, Xitoyning ziyonkashligidan qochib 2014-yilda Tailand orqali 3-bexatar davlatga berish uchun kelgan nurg'un Uyg'ur Xitoyning talabiga binoan Tailand doiralari tomonidan qo'lga olingan. Yangi uchurlarga qaraganda, hozir Tailandning har qaysi rayonlaridagi turmalarda 52 dan 56 gacha Uyg'ur tutib turilmoqda. Bu Uyg'urlarning uzun muddat xolanchi tutib turilishining asosiy sababi Xitoy hokimiyatining besimi va Tailand doiralariga izchil talab qo'yishi deb qaralmoqda. İtaliyadagi Xitoy Kompartiyasini qo'llaydigan Xitoylarning qora jamiyat guruhi bilan chetishlik bo'lishi mumkinligi o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, kuzatuvchilar xalqaro jamiyatni Xitoyning atalmış 110 chet el mulozimat punktiga davomli diqqat qilishni murojaat qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Italiya hukumati Xitoyning atalmış bir belvaq bir yo'l savdo tashabbusidan chekinish yoki chekinmaslik masalasida halqali qaror qilishga duch kelgan. Shuning bilan birga, Xitoyning atalmış chet el soqchi punktlari hamma joyda kengayganligi. O'tgan yil Italiya hukumati Xitoyning atalmış chet el soqchi punktini bayqagandan keyin tekshirishning boshlanganligini e'lon qilgan 1 yilga yaqin vaqtdan keyinmi tekshirish natijasini texnik e'lon qilmaganligi ta'kidlangan. Saudiya Arabiston bilan Xitoy Beijingdagi bir cho'ng savdo munbirida 1 milliard 300 million dollarlik kelishim imzolagan. Saudiya Arabiston Turalg'u ministerligining chorshanba kuni bildirishicha, Saudiya Arabiston Xitoy shirkatlari bilan 12 yurish uy to'xtami imzolagan bo'lib, uning qiymati 5 milliard riyaldan oshadi ekan. E'linishicha, bu munbar Saudiya Arabiston bilan Xitoy o'rtasidagi mablag' solish sifati ustida izlanishni asos qilgan bo'lib, shahar ul aslahalari, turalg'u, mulk echish va mablag' yurishtirish jihatdagi hamkorlikni kuchaytirishga alohida ahamiyat berilgan. Tayvanning muavin prezidenti Li Chingti Paragvayga berish yo'lida Nyu-Yorkda to'xtab Xitoyning noroziligini qo'zg'adi. U ziyoratidan qaytib kelgandan keyin Amerikaning San Fransiskoda yana to'xtadi. Tayvan axborot agentligining xabariga qaraganda, tunugun tushda San Fransiskoga tushgan Li'ni Tayvanning Washingtondagi vakili va Tayvandagi Amerika institutining raisi kutib olgan.